Davriy nashrlar olami ko'rgazma loyihamizning ushbu sonida Oila va tabiat gazetasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Mamlakatimizda ekologiya va atrof muhit muhofazasi masalalariga qaratilayotgan alohida e'tibor ramzi sifatida yangi nashr Oila va tabiat gazetasining ilk soni o'quvchilarga taqdim etildi. Gazeta 2022-yil 8-avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida qayta ro'yxatdan o'tkazilgan. Ushbu gazeta qariyb 10 yildan buyon chop etilayotgan Oila davrasida gazetasi negizida tashkil etilib, endilikda O'zbekiston Ekologik partiyasining dasturiy g'oyalarini keng jamoatchilikka yetkazuvchi asosiy nashrga, partiyaning jamiyat oldida aytmoqchi bo'lgan so'zi uchun bosh minbarga aylandi. Oila va tabiat gazetasi sahifalaridan yurtimizda dolzarb bo'lib turgan ekologik muammolar, ularni bartaraf etishning yo'llari haqida tanqidiy tahliliy materiallar, xalqimizning tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, yoshlarda atrof muhitni asrab-avaylash ko'nikmasini tarbiyalashga qaratilgan publitsistik maqolalar, qiziqarli ma'lumotlar, xalqimizning milliy mentaliteti, qadriyatlarini ifoda etadigan chiqishlar o'rin olgan.